Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Alloh taoloning shunday bandalari bo'ladiki, bu bandalarni Alloh taolo yomon ko'radi. Bu bandalar, bu insonlar Allohga iymon keltirgan musulmon bandasi bo'lishi ham mumkin. Dindan beparvo, bee'tibor bo'lgan fosiq insonlar ham bo'lishi mumkin. Alloh taolo ularni nima uchun yomon ko'radi? Qanday ishlari borki Alloh ularni yomon ko'radi? Ba'zan musulmonlar ham dedik. Nega Alloh taolo ularni yomon ko'radi? Chunki bu musulmon insonlarning qilayotgan ibodatlari, zikrlari, tilovatlari, ehsonlari ularni xulqlarini go'zal qilishga yordam bermayotgan bo'ladi. Ya'ni ularning amallari ularning xulqlarini chiroyli qilmagan bo'ladi. Kekkaygan, gerdaygan, takabbur, qo'pol, so'kong'ich, odamlarning ustidan kuladigan, odamlarni haqqiga, hurmatiga, moliga, joniga yomonlik yetkazadigan odamlar bo'ladi. Ular musulmon ham bo'lishi mumkin bo'ladi. Payg'ambar alayhisolatu vassalomning hayotlariga nazar solsak, mana shu badxulqlik, takabburlik, odamlarga past nazar qarashlik, ularga johillik qilish, ularga qo'pol gapirishlikni bironta o'rinda uchratmaymiz, ko'rmaymiz. Shuning uchun ham Alloh taolo Payg'ambar alayhisolatu vassalomni maqtagan. Siz go'zal xulq egasisiz. Yoki boshqa oyatlarida sizga Allohning rasulida go'zal o'rnaklar bordir deyilgan. Har qanday musulmon odam Allohni topishligida, Allohga yaqin bo'lishligida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yo'llarini, u zotni sunnatlarini mahkam ushlashlik bilan solihlikka va Allohga yaqin bandalik darajasiga erishadi. Masalan, inson namoz o'qishi mumkin, lekin ko'chada odamlarni bezor qiladigan ishlarga sabab bo'lsa, uning o'qiyotgan namoziga Alloh hojati yo'q. Uning islomi go'zal bo'lib odamlarga foydasi tegmasa, u insonni qilayotgan amallaridan Alloh behojat zot. Shuning uchun yomon ko'radi. Ro'zador oilasiga zulm qiladi. Zakot beradi, odamlarga kibr qiladi. Hajga boradi, odamlarning haqqini yeydi, muttahamlik qiladi, qo'pollik qiladi. Namoz o'qiydi, boshini sajdaga qo'yib Allohga tasbih aytadi, ammo yomonlik qiladi. Yoki shunchaki dinga beparvo bo'ladi. Allohni unutadi. Allohga vaqt ajratmaydi. Vaholanki Alloh unga ne'matlar bergan bo'ladi. Dunyosidagi hamma ishlarni biladi. Siyosatmi, iqtisodmi, birovning uyi kuyganmi, yonganmi, qolganmi, birov qanday yashayotgani haqida hamma xabarlarni biladi, dunyo xabarlarini. Ammo dindan biron narsa so'rasangiz, jim qoladi. Ana shu bandalarni ham Alloh taolo yomon ko'radi. Shuning uchun quyida keltiriladigan hadisda buni qisqa lo'nda qilib keltirib o'tirgan. Abu Hurayra roziyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis sharifda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam aytadilar: Inna Alloha ta'ala yubghidu kulla ja'dariyyin jawwaz sakhabin fil aswaq jifatin bil layl himarin bin nahar alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Ibn Hibbon va Bayhaqiylarning rivoyatlarida ushbu hadis sharif keltirilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, Alloh taolo har qaysi badhavo, kekkaygan, bozorlarda to'polonchi, tunda o'laksa, kunduzi eshak, dunyoga bilimdon,
oxiratga johil kimsani yomon ko'radi. Bunda bir qancha salbiy xususiyatlar keltirilgan. Har qaysi badhavo bu kim bo'lishidan qat'iy nazar degani. Takabbur odamni Alloh yomon ko'radi. Kim bo'lishidan. Hatto olim bo'lsa ham takabburmi, kibri bormi, Alloh yomon ko'radi. Endi boy bo'lsa, moli davlati bo'lsa, shon shuhrati bo'lsa, vakolati bo'lsa, amali bo'lsa, unga besh ketib odamlarga past nazar qarasa, unga haq gaplar yetib kelganda yuz o'girib kekkaysa, moli dunyosi bilan kibrlansa, Alloh uni yomon ko'radi. Bozorlarda to'polonchi bu haligi bet qotib ketgan odamlar bo'ladi. O'zlaridan shunaqa bezbet yasab olgan odamlar bo'ladi. To'polon qiladi. Birovlarning haqlariga, birovlarning mollariga yoki o'zini sotayotgan molini sal pastroq sanagan odamlarga, masalan, molingiz asli emas ekan, so'radik, bu shunaqa ekan desa, baloga qoladi o'sha odam. Agar uni molini olmay qolsa, unga jirkib murojaat qiladi. Yoki kiyimiga qarab jirkib muomala qiladi. Xullas, mana shunday odamlarni Alloh yomon ko'radi. Tunda o'laksa, aksaran bu Alloh taolodan uzilgan bandalarning qilig'i bo'ladi. Kunduz kuni balkim ba'zi ishlarni, yaxshiliklarni qilgan bo'lishi mumkin, ammo Alloh taolodan uzilgan banda bo'ladi. Ular kechasi Alloh taologa nola qilmaydi, murojaat qilmaydi, zikr qilmaydi, Alloh bilan roz aytishmaydi. Kunduzi esa o'z-o'zidan turib rejalagan har bir ishiga harakat qiladi. To'g'rilashga, yetishga, agar yetolmay qolsa xafa bo'ladi. Qadar yetolmay qolsa xafa bo'ladi. Norozi bo'ladi. Kerak bo'lsa janjal qiladi. Kerak bo'lsa peshonasi tirishadi. Ana shunday bandalar bo'ladi. Dunyoni har bir ishini bilishga harakat qiladi. Kim qayerga nima qo'ydi, qanday bo'lsa nima bo'ladi, hammasini o'rganadi. Harakat qiladi bilishga. Ammo oxiratga kelganda hech narsa o'rganmaydi. Dinini o'rganmaydi. Tugayotgan umri nima uchun berilganligini, tugagan umridan keyingi bo'ladigan hayoti qanday bo'lishligi haqida o'ylab ko'rmaydi. Nima bo'lsa bo'lar deb o'z holiga tashab qo'yadi. Ana shunday johil kimsalarni Alloh taolo yomon ko'radi.